Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan g'alla maydonlarini uyg'unlashgan holda himoyalash maqsadida e'lon qilingan dolzarb 40 kunlik tadbirlari ijrosi yuzasidan Samarqand viloyat boshqarmasi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. G'alla maydonlarida sariq zang, qo'ng'ir zang va boshqa kasalliklar, 1 yillik 2 pallali, ko'p yillik 2 pallali begona o'tlar, boshoqli begona o'tlar, zararli hasva, shilimshiq qurt, shira, trips va boshqa zararkunandalarning tarqalishini oldini olish hamda zararli organizmlar kuzatiladigan maydonlarda qarshi zaruriy kurash choralarini tashkillashtirish maqsadida 2025-yilning 26-martidan 4-mayiga qadar O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan dolzarb 40 kunlik tadbiri deb e'lon qilindi. Dolzarb 40 kunlik tadbiri ijrosini ta'minlash maqsadida agentlikning Samarqand viloyat boshqarmasi tomonidan chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Viloyatdagi mavjud agroklaster va fermer xo'jaliklari tomonidan 94230 gektar maydonga g'alla ekilgan. G'alla maydonlarining 94230 gektarda uchrashi mumkin bo'lgan 1 yillik 2 pallali begona o'tlar bashorat qilingan. Ularga qarshi to'liq kimyoviy kurashish tadbirlarini o'tkazish rejalashtirilgan. Ko'p yillik 2 pallali begona o'tlar 54660 gektarda uchrashi va ularga qarshi 47949 gektar maydonda kimyoviy ishlov berishlarni o'tkazilishi rejalashtirilgan. 61680 gektarda 1 yillik boshoqlilar uchrashi bashorat qilingan. Ularga qarshi 50028 gektarda ishlov o'tkazilishi belgilangan. 94230 gektar maydonda zang va boshqa kasalliklar uchrashi, ularga qarshi 64561 gektarda kimyoviy ishlovlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Zararli hasva, shira, trips va boshqa zararkunandalar 33451 gektarda uchrashi bashorat qilingan. Ularga qarshi esa 8371 gektarda kimyoviy ishlovlar o'tkazilishi va 1625 gektarga biologik usulda, ya'ni oltin ko'z biya mahsulotlari bilan ishlovlar berilishi belgilangan. G'allani biostimulyatorlar bilan barg orqali oziqlantirish ishlari to'liq tugallandi. 124948 gektar maydonlarda dala monitoringlarini yuritish tashkil etildi. Bizda hozircha shular. E'tiboringiz uchun rahmat.